Yani bir şahsi ambulatorda bir söyledi. Bir gün okulsa şu zaman sakitken de ayak varsa. Abdumjit aka şu anglasam chet ellide ukulni cheklapto bek ziyallık kendeyto. Bu ukul hakikaten adam bedenge ziyallık mı muş doğruluk bir düşünce bakan olsanız. To'g'ri, bu chet ellardan emas, davlatimizda hozir nurg'unlagan doktorxonalarda ukol silishni azaltdi yoki ba'zi ukollarni silishni chekladi. Shaxsiy ambulatorlar ulamto yoki bo'lmasa hukumat egallashgan doktorxonalarda odatga kasallarga ukol berishni chekladi. Ukol silib davolashni chekladi. Endi sebebi nima degan chig'imizda biz shu xotin rayonining o'zida 2000-yillar atrofida viloyatda o'tqanga kelib bo'lgan voy tuqqunimiz ukol sog'il turibdi desa yak o'lg'ili vardi baribir o'litgan bu deb demakchi o'g'limiz nima degan chig'imizda endi shu zamonlarda ukol soatga ishtiganlik eng ig'ir kasallar hayotda shu halqumga kelib qolgan can talışıvatqa adamga ukul satı degan ideya vardı. Endi hozir deb yudilar yutamazsa bunimizni azaq suv aqmasa doktorxonaga kelib men ukul sap qo'ysaq deb ahvol kelib chiqildi. Hattoki odatkimda muduchaga chiqib qolib qolsa, buning odatga dor ishlatish orqali yemakga tanishish orqali saqayga o'tgan narsaga ma nima narsa doktor, menga darhol ukul sap qo'ysangiz men bilmay yo'q qilsam deb. Bu amaliyotda o'zingizga kuyongininglar, lekin odam badanining o'zida bir tabiiy kuch var, immunit kuchi kasal qarshi turadigan kuch. Shu kuchni biz badanimizning o'ziga tashlab bersak, ba'zan nurg'unlagan kasalliklar o'zigidan yo'qolib ketadi. Anda bo'lsa, nima uchun hukumat ig'doyligidagi ba'zan doktorxonalarda odatdagi o'pka yollig'ini hatto undan ortiq ukol salsaqma yaxshilanish biza yaxshi yo'laqliq tartibga saqlanmadi. Lekin shaxsiy doktorxonaga borsak-chi 2 kunda saqlab ketadi. Bu yerdagi mesele hukumat ig'doyli doktorxonalar azaldan kuchli tabiatli ukol solmaydi. 2-chi avlod, 3-chi avlod yoki to'g'risi eshikasi 4-chi avlod ukolini solgan bo'lsa, yangilangan. Sababi nima degan chaqda, shu odamningki o'zining immunit kuchini saqlab qilish. Immunit kuchining o'zidan o'zi saqitqanga ilhomlantirish. Yoki shuni qo'zg'atish sababidan hukumat ig'doyli doktorxonalarda kuchli ukolini solmaydi odatga kasallarga. Anda bo'lsa odatga bir o'pka yollig'ini hukumat ig'doyli doktorxonaga 5 kun, 6 kun ukol sog'izdan saqaymidi. Men ima shaxs doktorxonaga borsam, yerda bir shaxsiy ambulatorda bir söyledi. Bir kun ukol sog' shu zaman saqayotgan deb ayak varsa. Ular 7-chi avlod, 8-chi avlod ukolini soat. Intan kuchli tabiatga ukolini. Onda ukolini sog'gandan keyin kasallar darhol yo'qolgan bilan sizning immunitet sistemingizga qanday qildi? Qaytadan o'zini o'zi davolayotgan holatni pichatlab qo'ydi. Bunda holat mengi versa odatga kasallardimi ukol solsak saqaymaydigan, odatga do'rini versakmi saqaymaydiganlar shaklanib qoldi. Shunga chet davlatda bo'libdi yoki o'zimizning davlatda bo'libdi odatga kasalliklarga kuchli tabiatdagi yoki bo'lmasa nechinchi avlod yangilangan avlodning ukollarni bemorlarga bevosita urishni cheklaganlarning sababi shu.